Akalar mana juma yo'minglar bilan bozorga chiqdik mana. Sotormanlarga qaraydi, ololmonlar kam yana ko'rishinglar mumkin bozorda. Bozordamiz hozir. Va endi damaslarda obzorini ko'rsataman. Obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmanglar. Assalomu alaykum akalar, mana ikki damasimiz. Qaysi biri 15 ta? 15 mi? Bu 11-yilda ishlab chiqarilgan. Kiraskalari qanaqa? 15 qoldi aka. Bitta petnoba qoldi. Bu 295 probegi. Diska bolalar yangi to'lgan 10 diska bolalar. Boyni chiroyli holat, motorlar hadvolar qilingan. Moslarda dovushlar yo'q-da? Yo'q, sana. Buyoqlarni ko'rsatadigan bo'lsa, salon holatlari chiki holatlarda turibdi. Yurgani mana 295 ming yurgan mashinamizni chihollari bor ekan, polili yo'q ekan, ashkalari kojinli, tomlari ham kojinli mashinamizni. Orqa holatlarini ko'rsatadigan bo'lsak, orqa holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Ashka navara, linoni ko'p qo'ygan ekan mashinamizga. Buyoqlarni ko'rsatadigan bo'lsak, amortizatorlar ham yangi qo'yilgan ekan, buyoqlarga temirlar qo'yib qo'yibdi, jahlari, buyoqlari. Mashinamiz yaxshi holatda turibdi ekan. Hozir gazdan so'raysiz, gazlari bormikin? To'g'ri, buni gazi bormi? Gazlari bor, metan gazlari bor. Endi buni ko'rsatadigan bo'lsak, 11-yilda ishlab chiqarilgan, 468 ming yurgan. Chixol pollari bor. Tomlari ham unaqa mehr bermagan, ashkalari ham radnoy. Orqa holatlarini ko'rsatadigan bo'lsak, mana chixollari va pollari bor. Hozir orqa. YouTube aka. Mashinamiz orqalari nimadirlar shumkalar qilingan ekan, ashkalari yaxshi holatda turibdi bu mashinamiz ham. Tog'a buni qanaqa gazlari? Buni gazi metan gazi bor. So'ra baloni ham yangi. Motor hadovoy holatlar. Kraska ulangan joy yo'q ekan. Bitta joyda bor xola kraska vaqi kiriladi. Motor hadovoy holat. Hamma yo'q yaxshi. Necha pul deyapsiz endi bular? Buni 3600 deyapmiz. Necha? Buni 5000 deyapti, toza 15. Nomerlaringizni aytib qo'yasiz? 93lik. 93lik. 690 11 65. Bo'ldi. Telefon aloqaga chiqamiz. Mashina egalari mana yangi damasimiz chiqib qolibdi. Yili necha aka buni? 2019. 2019 ma'lumotlarini chiroyli qilib aytib berasiz endi. Kraskalar bir 10-15% bor. Kelavering. Sekin. Salom. Yurganini ko'rib oling mana. Yurganlari 313 ming yurgan mashinamiz chixol. Hamma yo'q, uzun, most ovozi yo'q. Balonlari yangi, xudo xolasa. Lux mashina. Orqa holatlari-chi? Hamma yo'q uzun. Mashinamiz orqa holatlari, chixol pollari ham bor ekan, suvlari ham qo'shilib beriladi. Gazi bormi aka buni? Gazlari bor, benzinga ham yuradi. Qanaqa gaz? Metan? Metan gazlari bor, balonlari yangi. Shuncha qilinmagan? Yo'q, shuncha qilinmagan. Orqa chaklarini ko'rsatib qo'yaman, mana buyoqlari. Chotki mana, kaldagi yo'q, chaklari o'zida mana, radnoy. Kalonkalari ham bor, ana qo'shiq eshitib ketadi maza qilib. Mana ham qo'shinli ekan. Mosta dovushlari yo'q. Yo'q, dovusi yo'q, most dovusi yo'q. Necha pul deyapsiz endi buni? 5000 deyapmiz, tushib 5000 deyapsiz. Pulni arzon qilib beramiz, xudo xolasa. Nomerlaringizni aytib qo'yasiz. Nomerlarimiz 99lik 99lik 520 520 67 67. 67 67. Nomeri o'sha mashinasi ham chiroyli turibdi ekan bu akamizni. Assalomu alaykum akalarim, mana sizlar uchun chiroyligina damasimiz topib qo'ydik. 23-yilda ishlab chiqarilgan mashinamiz, ozgina navorotlar ham qilingan. Oldi orqa polniy tonirovkalar qilingan. Malibu bar CD-ni chixollari bilan rollarimiz, chiroyligina rollar, monitorlar. Mashinamiz o'zi 173 ming yurgan, hamma yo'llari qo'yilgan. 7 oy 8 oy obunachilarim, mana chixollari bor mashinamiz, mana tomlariga ko'jalar tortilib, mashinamiz chiroyli holatda Andijon bozorida turibdi. 15 balonlarimiz Osten diskalari bilan yangi holatda turibdi. Ashka holatlari ko'rishlar mumkin, mana mexanika emas, nima, Lukas mashinamiz. Orqa holatlarini ko'rsatadigan bo'lsa, orqa holatlari yaxshi holatda turibdi mashinamizni. Metan gazlari bormi endi buni? Metan gazlari bor mashinamizni. Orqasini ochadigan bo'lsak,
Gruppa bor, tushib ketib qoladi. Gropi bor ekan, orqasida kolonkalari, mana mashinamizning diska holati bilan turadigan holatlari, mashinamizning kraskasi top-toza desak ham bo'ladi. 5% kraskasi bor ekan, nari taraf richtopka ekan. Baland chiroyligina turishini qaranglar, obunachilar, mana bu yoqlarini ko'rsanglar. Yaxshi holatda turibdi, ancha mehr berdi akamiz. Oldi holatdan ko'rsatadigan bo'lsak, mana. Yasqani. Necha pul deyapsiz aka endi? Bo'ldi, telefon qilib yuboraman aka. Xo'p aka. 7,5 dan tushib beramiz. 7,5 dan tushib berar ekan. Hamma yo'q polniy navrot qilindi desak ham bo'ladi. Bo'ldi. Nomerlari 93 415 32 00. 7,5 ming kami bor deb yozib qo'yishgan. Ko'rishlar mumkin. Obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmanglar.